Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Bugungi ma'lumot pensionerlar, ularning farzandlari, nabiralari va uyida yoshi ulug' insoni bor har bir oila uchun juda muhim. Chunki oktyabr oyidan boshlab pensionerlar ayrim to'lovlardan to'liq ozod qilinishi bo'yicha yangi tartib amalda qo'llanmoqda va bu tartibni bilmagan odam ortiqcha pul to'lab qo'yishi. Darg'an foydalan imtiyozdan foydalanmay qolishi yoki hujjatni to'g'ri topshirib, o'z haqqini vaqtida ola olmasligi mumkin. Men bugun sizga bu masalani oddiy tilda bosqichma-bosqich tushuntirib beraman. Avval qanday edi? Endi nima o'zgardi? Kimlar bu imtiyozdan foydalanadi? Kimlar foydalanmaydi? Qaysi holatlarda ehtiyot bo'lish kerak va amalda nima qilish lozim? Videoni oxirigacha ko'ring, chunki eng ko'p xatoliklar aynan hujjat topshirish, to'lov kvitansiyasini tekshirish va menga ham tegishlimi degan savollarda yuz beradi. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling. Videoga like bosing. Chunki bunday amaliy ma'lumotlar ko'pchilikka kerak bo'ladi. Men avvalo eng muhim narsani aniq qilib aytaman. Pensionerlar uchun imtiyoz degani hamma joyda ham endi hech narsa to'lamaydi degani emas. Amaliyotda ko'pincha odamlar bir xabarni eshitadi. Keyin kommunal xizmat, soliq, davlat boji, tibbiy xizmat, bank komissiyasi yoki mahalla yig'imlari kabi barcha to'lovlarga bir xil qo'llab yuboradi. Natijada tushunmovchilik paydo bo'ladi. Yangi tartibning mazmuni shuki, pensionerlar belgilangan ro'yxatdagi ayrim majburiy to'lovlar, yig'imlar yoki xizmat haqlaridan ozod qilinadi. Bu imtiyoz aynan qonuniy asosda ko'rsatilgan to'lovlarga taalluqli bo'ladi. Avval qanday edi? Oldin ko'plab hollarda pensioner ham oddiy fuqaro kabi ariza topshirganda, ma'lumotnoma olganda, ayrim xizmatlardan foydalanganda yoki rasmiylashtirish ishlari qilganda belgilangan to'lovni amalga oshirardi. Masalan, bir pensioner o'ziga tegishli ma'lumotnomani olish uchun xizmat markaziga boradi. Operator unga to'lov kvitansiyasi chiqaradi. Odam esa shunaqa ekan deb to'lab ketadi. Keyin ma'lum bo'ladiki, uning maqomi bo'yicha imtiyoz bor. Ammo u vaqtida aytmagan, tizimda belgilanmagan yoki xodim tekshirib ko'rmagan. Endi nima o'zgardi? Oktyabrdan boshlab belgilangan toifadagi pensionerlar ayrim to'lovlarni to'lashdan ozod etiladi. Ya'ni ariza berishda, xizmatdan foydalanishda yoki rasmiy jarayonda ulardan pul undirilmasligi kerak. Bu yerda asosiy masala pensionerlik maqomini tasdiqlash va xizmat turi imtiyoz ro'yxatiga kirishini aniqlashdir. Agar ikkala shart ham mos kelsa, odam to'lov qilmasligi kerak. Agar to'lov oldindan undirilgan bo'lsa, ayrim holatlarda uni qaytarish yoki keyingi hisob-kitobda inobatga olish masalasi ko'tarilishi mumkin. Men buni hayotiy misolda tushuntiraman. Masalan, Toshkent viloyatida yashovchi 68 yoshli otaxon davlat xizmatidan foydalanmoqchi. Oldin unga 30 ming yoki 20 ming so'mlik xizmat haq chiqishi mumkin edi. Endi agar ushbu xizmat pensionerlar uchun to'lovdan ozod qilingan xizmatlar ro'yxatiga kirsa, otaxon pasport yoki ID karta pensionerlikni tasdiqlovchi ma'lumot va zarur arizani ko'rsatadi. Xodim esa to'lovsiz rasmiylashtiradi. Bunda otaxon men pensionerman deb og'zaki aytib qo'yishi yetarli bo'lmasligi mumkin. Chunki tizimda tekshiruv kerak bo'ladi. Endi kimlar bu masalada alohida e'tiborli bo'lish kerakligini ko'rib chiqamiz. Birinchi navbatda yoshga doir pensiya oluvchilar, ya'ni erkaklar va ayollar qonunda belgilangan pensiya yoshiga yetib, rasmiy pensiya tayinlangan bo'lsa, ular bu tartibni diqqat bilan o'rganishi kerak. Ikkinchi toifa nogironlik pensiyasi oluvchilar. Ular ham ko'p hollarda alohida ijtimoiy himoyaga ega bo'ladi, lekin har bir to'lovda imtiyoz avtomatik berilavermaydi. Uchinchisi boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar. Bu yerda ham nafaqa yoki pensiya turi, hujjatdagi maqom va xizmatning turi muhim. Masalan, bir ayol 12 yoshda pensiya oladi, yakka o'zi yashaydi. U uy-joy hujjatini rasmiylashtirish uchun xizmat markaziga bordi. Unga 15 ming so'm to'lov chiqdi. Agar aynan shu xizmat pensionerlar uchun ozod qilingan bo'lsa, u bu pulni to'lamasligi kerak. Ammo xodim tizimda uni pensioner sifatida ko'rmasa, ayoldan pensiya guvohnomasi yoki pensiya jamg'armasidan ma'lumotnoma so'rashi mumkin. Shuning uchun men doim aytaman, pensionerlik hujjatini yoningizda olib yuring yoki telefoningizda elektron shaklini saqlab qo'ying. Ikkinchi misol. 70 yoshli erkak farzandining uyida ro'yxatda turadi, lekin pensiyani o'zi oladi. U biror xizmatdan foydalanmoqchi bo'lsa, imtiyoz uy egasiga aynan pensionerning o'ziga tegishli bo'ladi, ya'ni farzandi kelib. Otal pensioner men uchun to'lovni olib tashlang desa, bu har doim ham o'tmaydi. Agar xizmat otaning nomidan bo'lsa,
hujjat otaning nomiga rasmiylashtirilsa imtiyoz qo'llanishi mumkin. Agar xizmat farzand nomidan bo'lsa, farzand pensioner bo'lmagani uchun to'lov saqlanib qoladi. Uchinchi misol, bir pensioner 1 million 200 ming so'm pensiya oladi, boshqa pensioner 3 million so'm pensiya oladi. Ko'pchilik o'ylaydi, pensiyasi ko'proq bo'lsa imtiyoz berilmaydi. Har doim ham shunday emas. Ayrim imtiyozlar daromadga qarab belgilanadi, ayrimlari esa maqomga qarab beriladi. Agar yangi tartibda pensionerlar deb umumiy ko'rsatilgan bo'lsa, pens miqdori emas. Rasmiy pensionerlik maqomi asosiy mezon bo'ladi. Lekin agar hujjatda kam ta'minlangan pensionerlar, yolg'iz pensionerlar yoki ijtimoiy himoyaga muhtoj pensionerlar deb yozilgan bo'lsa, unda qo'shimcha tekshiruv bo'ladi. 4-misol, 2 nafar pensioner er-xotin bir uyda yashaydi. Ularning ikkalasi ham pensiya oladi. Agar to'lov shaxsga bog'liq bo'lsa, har biri alohida imtiyozdan foydalanishi mumkin. Agar to'lov bitta xonadon bo'yicha hisoblangan bo'lsa, masalan, uy-joy yoki mulkka bog'liq masalada, unda mulk kimning nomida, imtiyoz qaysi obyektga berilmoqda, bitta xonadonga nechta imtiyoz qo'llanishi mumkin degan savollar tekshiriladi. Shuning uchun uyda 2 pensioner bor, demak 2 barobar ozod bo'lamiz degan fikr har doim to'g'ri emas. Kimlar xavotir olmaslik kerak. Agar sizdan hech qanday to'lov talab qilinmagan bo'lsa, xizmatni bepul olgan bo'lsangiz va hujjatingiz to'g'ri rasmiylashtirilgan bo'lsa, ortiqcha yugurishingiz shart emas. Lekin kvitansiya berilgan bo'lsa, unda xizmat nomi, summa, sana va to'lov turi yozilganini tekshiring. Ba'zan davlat boji boshqa, xizmat haqi boshqa, bank komissiyasi boshqa bo'ladi. Imtiyoz biriga qo'llanib, boshqasiga qo'llanmasligi mumkin. Masalan, asosiy xizmat bepul bo'lishi mumkin, ammo bank orqali pul o'tkazishda komissiya alohida hisoblanishi ehtimoli bor. Shu farqni bilish juda muhim. Yana bir muhim holat, pensioner ishlayotgan bo'lsa nima bo'ladi? Ko'pchilik ishlayotgan pensionerga imtiyoz yo'q deb o'ylaydi. Bu ham har bir tartibga bog'liq. Agar imtiyoz faqat pensionerlik maqomiga berilsa, odam ishlayotgan bo'lsa ham pensiya oluvchi sifatida ko'riladi. Agar imtiyoz ehtiyojmandlik, daromad yoki ijtimoiy holatga bog'langan bo'lsa, ishlayotganligi hisobga olinishi mumkin. Demak, eng to'g'ri yo'l, men pensionerman, lekin ishlayman, menga bu imtiyoz tegishlimi? deb yozma yoki elektron tartibda so'rash. Endi istisnolar, tuzoqlar va ko'pchilik sezmaydigan nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat, imtiyoz avtomatik qo'llanmasligi mumkin. Ya'ni siz pensioner bo'lsangiz ham tizimda ma'lumot yangilanmagan bo'lishi, familiya o'zgargan bo'lishi, pasport seriyasi almashtirilgan bo'lishi yoki pensiya tayinlangan sana bazaga kech tushgan bo'lishi mumkin. Bunday holatda xodim sizga to'lov chiqyapti deydi. Siz esa darhol pul to'lab yubormang, avval pensionerlar uchun imtiyozni tekshirib bering deb so'rang. Ikkinchi nozik jihat. Imtiyoz faqat oktyabrdan keyingi murojaatlarga qo'llanishi mumkin. Masalan, siz sentyabr oyida ariza topshirdingiz, to'lov ham sentyabrda shakllandi, lekin xizmat natijasi oktyabrda chiqdi. Bu holatda qaysi sana asos bo'lishi muhim? Ariza sanasimi, to'lov sanasimi yoki xizmat ko'rsatish yakunlangan sanami? Shuning uchun agar siz sentyabr-oktyabr oralig'ida hujjat topshirgan bo'lsangiz, albatta o'sha tashkilotga aniqlik kiriting. Ba'zan yangi tartib faqat kuchga kirgan kundan keyingi arizalarga tatbiq etiladi. Uchinchi nozik jihat, har bir pensioner emas, faqat rasmiy pensiya oluvchi shaxs. Masalan, odam pensiya yoshiga yetgan, lekin hali pensiya rasmiylashtirilmagan. U men yosh bo'yicha pensionerman deyishi mumkin. Ammo huquqiy tomondan pensiya tayinlanmagan bo'lsa, tizim uni pensioner sifatida tanimasligi mumkin. Shuning uchun yoshga yetgan bo'lishining o'zi yetarli emas. Pensiya tayinlanganligi tasdiqlanishi kerak. 4-nozik jihat. Ayrim to'lovlar majburiy emas. Xizmat ko'rsatuvchi tashkilotning qo'shimcha xizmatiga tegishli bo'lishi mumkin. Masalan, hujjatni tezlashtirish, kuryer orqali yetkazish, nusxa ko'chirish, skaner qilish yoki maslahat xizmati kabi qo'shimcha xizmatlar bo'ladi. Asosiy davlat xizmati bepul bo'lishi mumkin, lekin qo'shimcha xizmat uchun to'lov saqlanib qolishi ehtimoli bor. Shu sababli kvitansiyada aynan nima uchun pul olinayotganini ko'ring. Xizmat haqi degan umumiy yozuv bo'lsa, tushuntirish so'rang. 5-nozik jihat. Qarzdorlik bilan imtiyozni aralashtirmaslik kerak. Masalan, pensioner oldingi oylardan qolgan kommunal qarzga ega bo'lsa, yangi imtiyoz uni avtomatik o'chirib tashlamasligi mumkin. Imtiyoz yangi davrdagi ayrim to'lovlarga tegishli bo'ladi. Oldingi qarzdorlik, penya shartnoma majburiyati yoki sud
qarori bo'yicha undiriladigan pul alohida ko'rib chiqiladi. Shuning uchun oktabrdan ozod qilindi. Demak eski qarzim ham yo'qoladi deb o'ylash xato bo'lishi mumkin. 6-nozik jihat, hududiy amaliyot farq qilishi mumkin. Qonun yoki qaror respublika bo'yicha bo'lsa ham joylarda xodimlar uni turlicha tushunishi. Tizimlar bir vaqtda yangilanmasligi, ayrim idoralarda ishchi ko'rsatma kech yetib borishi mumkin. Men shunday holatlarni ko'p ko'rganman. Bir tumanda pensioner to'lovsiz xizmat oladi. Qo'shni tumanda esa undan pul so'rashadi. Bunday paytda janjal qilishdan foyda yo'q. Lekin huquqingizni aniq so'rash kerak. Iltimos, ushbu to'lov pensionerlar uchun imtiyoz ro'yxatiga kiradimi? Menga yozma javob bering deyish eng to'g'ri yo'l. 7-nozik shart, qarindoshlar nomidan murojaat qilish. Agar pensionerning o'zi bora olmasa, farzandi yoki vakili bo'lishi mumkin. Lekin bunda ishonchnoma shaxsni tasdiqlovchi hujjat. Pensionerning hujjatlari va murojaat nima uchun qilinayotgani aniq bo'lishi kerak. Oddiygina onam pensioner, men keldim deyish yetarli bo'lmaydi. Ayniqsa mulk, pul, qayta hisob-kitob yoki rasmiy ariza bilan bog'liq masalalarda vakolat hujjati talab qilinadi. 8-nozik jihat, to'liq ozod degan iborani to'g'ri tushunish. To'liq ozod qilish aynan belgilangan to'lov bo'yicha 0 so'm degani. Lekin bu boshqa turdagi xarajatlar ham 0 bo'ladi degani emas. Masalan, pensioner belgilangan davlat bojidan ozod bo'lishi mumkin, lekin agar u notarial tasdiq, qo'shimcha nusxa yoki bank orqali xizmatdan foydalansa, boshqa xarajat chiqishi ehtimoli bor. Men tomoshabinlarga doim shuni maslahat beraman. Har bir summa bo'yicha bu qaysi to'lov deb so'rang. Agar javob aniq bo'lmasa, kvitantsiyani rasmga olib, yugurib tashkilotga murojaat qiling. Endi eng kerakli kesim. Pensionerlar va ularning yaqinlari amalda nima qilishi kerak? Birinchi qadam. O'zingizning maqomingizni tasdiqlovchi hujjatlarni tayyorlab qo'ying. Bular odatda pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, pensiya jamg'armasidan olingan ma'lumotnoma. Ayrim hollarda nogironlik to'g'risidagi hujjat yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi haqidagi ma'lumot bo'lishi mumkin. Hamma joyda ham barcha hujjatlar talab qilinmaydi. Lekin yoningizda bo'lsa ish tezlashadi. Ikkinchi qadam. Murojaat qilishdan oldin xizmat nomini aniq biling. Masalan, ma'lumotnoma olmoqchiman deyish kamlik qiladi. Qanday ma'lumotnoma? Qaysi idoradan? Elektron shakldami yoki qog'oz shakldami? Davlat xizmatlari markazimi, mahallami, soliq idorasimi, kadastrmi, bankmi? Imtiyoz xizmat turiga qarab qo'llanadi. Agar xizmat nomini aniq bilsangiz, xodim ham imtiyozni tezroq tekshiradi. 3-qadam, to'lov chiqarilganda darhol to'lamang. Avval so'rang. Men pensionerman, ushbu to'lov bo'yicha imtiyoz bormi? Agar xodim yo'q desa, qaysi asosga ko'ra yo'q deb muloyimlik bilan so'rang. Bu savol tortishish uchun emas, aniqlik uchun. Chunki ba'zan xodim hammasini yoddan bilmasligi mumkin. Siz aniq so'rasangiz, u tizimdan tekshiradi yoki mas'ul mutaxassisga murojaat qiladi. 4-qadam, kvitantsiyani saqlang. Agar sizdan to'lov olingan bo'lsa, kvitansiya, chek, SMS, bank ilovasi skrinshoti yoki elektron to'lov tasdig'ini yo'qotmang. Keyin men pul to'lagan edim deyishning o'zi yetarli emas, isbot kerak bo'ladi. Kvitantsiyada sana, summa, tashkilot nomi va to'lov maqsadi bo'lishi kerak. Agar to'lov noto'g'ri undirilgan bo'lsa, aynan shu hujjatlar orqali qaytarish masalasi ko'rib chiqiladi. 5-qadam, yozma murojaat qiling. Og'zaki savolga og'zaki javob olsangiz, keyin uni isbotlash qiyin. Agar sizga imtiyoz berilmasa, quyidagicha mazmunda ariza yozish mumkin. Men falonchi, yoshga doir pensiya oluvchiman. Falon sanada falon xizmat bo'yicha murojaat qildim. Mendan falon miqdorda to'lov talab qilindi. Pensionerlar uchun belgilangan imtiyoz qo'llanishi yoki qo'llanmasligi bo'yicha yozma tushuntirish berishingizni so'rayman. Mana shunday sodda ariza ko'p masalani joyida hal qiladi. 6-qadam. Agar pensionerning o'zi harakatlana olmasa, yaqinlar yordam bersin. Lekin yordam berayotgan odam hujjatlarni tartibli tayyorlasin. Masalan, onangiz pensioner, o'zingiz uning nomidan borasiz. Yoningizda o'zingizning pasportingiz, onangizning pasporti nusxasi, pensiya hujjati, kerak bo'lsa ishonchnoma bo'lsin. Agar masala faqat ma'lumot olish bo'lsa, ba'zan oddiy vakillik yetishi mumkin. Agar pul qaytarish yoki mulkka oid ish bo'lsa, rasmiy ishonchnoma talab qilinishi ehtimoli yuqori. 7-qadam, elektron xizmatlardan foydalanishni o'rganing. Hozir ko'plab ma'lumotlar davlat xizmatlari portali, mobil ilovalar yoki idoralarning elektron tizimlari orqali olinadi.
Pensionerlarning o'zi buni qila olmasa, farzandlari yordam berishi kerak. Elektron tizimda ba'zan imtiyoz avtomatik ko'rinadi. Ya'ni to'lov summasi darhol 0 bo'lib chiqadi. Agar 0 chiqmasa, xizmat turini yana bir bor tekshirish kerak. Balki siz noto'g'ri xizmatni tanlagan bo'lishingiz mumkin. 8-qadam ortiqcha to'langan pulni qaytarish masalasida shoshilinch va tartibli harakat qiling. Agar siz oktyabrdan keyin imtiyoz bor bo'lgan to'lovni to'lab yuborgan bo'lsangiz, to'lov qilingan tashkilotga yozma murojaat qiling. Murojaatga kvitansiya, shaxsiy hujjat, pensionerlikni tasdiqlovchi hujjat va bank karta rekvizitlarini ilova qiling. Arizada noto'g'ri undirilgan to'lovni qaytarish yoki qayta hisob-kitob qilishni so'rayman deb yozing. Javobni yozma shaklda oling. 9-qadam uyda yoshi ulug' inson bo'lsa, uning barcha to'lovlarini bir marta tekshirib chiqing. Ko'pincha pensionerlar xijolat bo'lib, mayli to'layveraman deyishadi. Lekin 20 ming so'm, 60 ming so'm, 70 ming so'm degan mayda ko'ringan to'lovlar yil davomida katta summaga aylanadi. Masalan, bir pensioner oyiga 2-3 marta turli xizmatlar uchun o'rtacha 30 ming so'mdan to'lasa, 3 oyda bitta 60 ming so'm. Bir yilda 7-20 ming so'mga yaqin pul chiqib ketishi mumkin. Pensiya miqdori cheklangan odam uchun bu juda sezilarli mablag'. 10-qadam. Ishonchsiz xabarlarga aldanmang. Internetda barcha pensionerlar hamma to'lovlardan ozod bo'ldi. Endi kommunal to'lov yo'q. Bank qarzlari bekor qilindi degan gaplar tarqalishi mumkin. Har bir xabarni rasmiy manba orqali tekshiring. Mahalla. Pensiya jamg'armasi, davlat xizmatlari markazi, soliq organi yoki tegishli tashkilotdan aniqlik oling. Men ekspert sifatida shuni aytaman. Eng xavfli holat noto'g'ri umid qilish yoki noto'g'ri rad javobini qabul qilib ketishdir. Ikkalasida ham odam zarar ko'radi. Yana bir amaliy maslahat, telefoningizda alohida papka ochib qo'ying. Unga pasport nusxasi, pensiya hujjati, kvitansiyalar, arizalar va javoblarni rasm qilib saqlang. Farzandlaringizdan biri ham shu hujjatlarning nusxasiga ega bo'lsin. Chunki pensioner biror idoraga borganda hujjat uyda qolib ketishi, qog'oz yo'qolishi yoki kerakli ma'lumotni topish qiyin bo'lishi mumkin. Tartib bo'lsa, huquqni himoya qilish osonlashadi. Agar sizga joyida qo'pol muomala qilishsa yoki bunaqa imtiyoz yo'q deb tekshirmasdan javob berishsa, bahslashib vaqt yo'qotmang. Tashkilot rahbariga murojaat qiling. Rasmiy qabulga yoziling yoki elektron murojaat yuboring. Har bir murojaatda sana, joy, xodimning ismi bo'lsa ismi, xizmat nomi va sizdan talab qilingan summa aniq ko'rsatilishi kerak. Mendan pul so'rashdi degan umumiy gapdan ko'ra 2024 yil falon sanada falon xizmat uchun 70 ming so'm talab qilindi degan aniq jumla kuchliroq xulosa qilib aytaman. Oktyabrdan pensionerlar uchun ayrim to'lovlardan ozod qilish tartibi amalda muhim yengillik beradi. Lekin bu yengillikdan to'g'ri foydalanish uchun pensionerlik maqomini tasdiqlash, xizmat turini aniqlash, kvitansiyani tekshirish va kerak bo'lsa yozma murojaat qilish zarur. Eng katta xato eshitgan gapga ishonib, hamma to'lov bekor bo'ldi deb o'ylash yoki aksincha, imtiyoz borligini bilmay, indamay pul to'lab ketish. Men sizdan so'rayman, uyingizda pensioner bo'lsa, bugunoq uning oxirgi to'lovlarini ko'rib chiqing. Qaysi xizmat uchun pul olingan, imtiyoz qo'llanganmi, kvitansiya bormi, bularni tekshiring. Agar tushunarsiz holat bo'lsa, izohlarda yozing. Qaysi to'lov bo'yicha savolingiz borligini aniq ayting. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangiz, qo'shnilaringiz, qarindoshlaringizga yuboring. Chunki bitta to'g'ri ma'lumot pensionerning cho'ntagida real pul qolishiga yordam beradi.